Hozir men sizga Moskvadagi eng arzon telefon do'konini ko'rsataman. Birinchi o'rinda manzilni ko'rsataman. Metro Sholkovskayani barchamiz juda yaxshi bilamiz. Ana shu Metro Sholkovskayani birinchi VXTdan chiqamiz. Ha, aytgancha hozir men sizga ko'rsatadigan do'konda faqat telefonlar emas, balki eng arzon aviabiletlar ham bor. Bundan ham tashqari buzilgan telefonlaringizni remont qilib berish uchun ustalarimiz ham bor. Xo'p, manzildan chalg'iymiz. Birinchi VXTdan chiqqanimizdan keyin ortga qayrilib, do'ng bo'ylab yo'l bo'yidan yuramiz. 50 metrcha yurganingizdan keyin chap qo'lingizda o'sha mashhur Abu Sahiy do'koni keladi. Bu yerda sizni Moskvadagi eng arzon telefonlar va gadjetlar kutib turibdi. Telegramga ham obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Anadolu agentligining axborotiga ko'ra, Eron atom energiyasi tashkiloti rahbari Muhammad Islomiy Amerika Qo'shma Shtatlarini boshlashi kutilayotgan hujumlarini to'xtatish uchun Tehronni Vashingtonni talablarini qisman qabul qilishi mumkinligini bildirgan. Muhammad Islomiyga ko'ra, Eron uran qazib olishni 60% gacha qisqartirishi mumkin, ammo butunlay to'xtatmaydi va 60% ga qisqartirish Vashington uchun manfaatli taklif, Tehron uchun esa o'z pozitsiyasini o'zgartirish hisoblanadi. Bordi-yu Oq uy Tehronni yuqoridagi taklifini qo'llab-quvvatlamasa, u holda qurolli to'qnashuv muqarrar sanaladi. ABC News'ning mazkur taklifga izoh berishicha, Trump Eronni chekinishini g'alaba sifatida emas, balki urushni oldini olishga harakat sifatida qabul qilib, Fors ko'rfazida ushlab turilgan armadani, shuningdek Yaqin Sharqdagi bazalarda mavjud qo'shinni Amerika Qo'shma Shtatlarining hududiga qaytarish kerak. Aks holda Muhammad Islomiy taxmin qilganiday qurolli to'qnashuv muqarrar bo'lib qoladi. Endi Rossiyani kutilmaganda Venesuela va Kubadan yuz o'girganiga oid shov-shuvli axborotga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. NTV telekanalining axborotiga ko'ra, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov elchilar kuni munosabati bilan bergan bayonotida Moskvani Venesuela va Kubaga hech qanday yordam bera olmasligini bildirgan. Sergey Lavrovga ko'ra, Venesuela va Kubani taqdiri mazkur mamlakatlar tepasida o'tirgan rahbarlarni yoki mavjud tuzumni qo'lida emas, aksincha xalqning qo'lida va mamlakatni qanday yo'l tanlashini Venesuela, shuningdek Kuba aholisini o'zi hal qiladi. Bu degani Rossiya agar Amerika Qo'shma Shtatlari Kuba va Venesuelani o'z nazoratiga olishga jiddiy harakat boshlasa, kuzatuvchi vazifasini bajaradi, himoyachi emas degan gapdir. Endi Tayvanni o'zini homiysi va himoyachisi sanalmish Qo'shma Shtatlarning taklifini rad qilgan qarori haqida qisqacha so'z yuritamiz. Diqqat bilan eshiting. Reuters agentligining xabar berishicha, Tayvan hukumati 9-fevral kuni Vashingtonni chiplar ishlab chiqaruvchi kompaniyalarni 40% Amerika Qo'shma Shtatlari hududiga ko'chirish bilan bog'liq taklifini rad qilgan. Rasmiy Taybeyga ko'ra, agar chip ishlab chiqaruvchi kompaniyalarning 40% Qo'shma Shtatlar hududida o'z faoliyatini davom ettiradigan bo'lsa, unda Vashington Pekindan Tayvanni himoya qilmaydi va Xitoyning yurishida Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini chetga olishi mumkin va bu taklif Tayvanni Xitoy bilan yolg'iz qoldirish uchun tashlangan qadam sifatida qabul qilinadi. Endi Ukraina dron va raketalarni zarbasi ostida kun kechirayotgan Belgorod va Bryansk viloyatlari aholisini Krimga ko'chirish taklifiga yuzlanamiz. Interfax agentligining axborotiga ko'ra, 10-fevral kuni Krim rahbari Aksionov Kremlga Bryansk va Belgorodda raketa va dronlar zarbasidan aziyat chekkan, shuningdek boshpanasini yo'qotgan aholini Krimga ko'chirishni taklif qilgan. Aksionovga ko'ra, Krim Rossiyani Ukraina zarbalari natijasida talofat ko'rgan oilalarni barchasini o'z bag'riga olishga tayyor va Krim ularni barchasini boshpana, aniqrog'i uy-joy, tibbiy xizmat, qolaversa ish bilan ta'minlashga qodir. Endi G'azo sektori bo'yicha Tinchlik kengashidagi Rossiyaning ishtirokiga oid xabarga to'xtalamiz. RIA agentligiga bergan intervyusida Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskovning ma'lum qilishicha, Rossiya hali Vashingtondan Tinchlik kengashi borasida javob olganicha yo'q va agar Donald Trump tasdiqlaydigan bo'lsa, Moskva ham boshqa davlatlar qatorida Tinchlik kengashini a'zosiga aylanadi. Eshitmaganlar uchun eslatma: Trump Tinchlik kengashiga taklifnoma yo'llagandan keyin Vladimir Putin Rossiyani o'zini g'arbdagi muzlatilgan aktivlar hisobidan ushbu kengashga a'zo bo'lishini bildirgan edi va unga ko'ra Trumpni Tinchlik kengashiga $1 milliard pul Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan olinishi kerak. Bunda Donald
Tramp Yevropaga qarshi borib, Rossiyani muzlatilgan aktivlarini yana muomalaga kiritishi talab qilinadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, Oq uy Kremlga bu borada javob bermadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.